Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yili 11-oyning 24-kuni seshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan Amerikaning siyosiy vaziyatiga qaytib kelaylik. Birinchi tema. Joe Bidenning 46-navbatlik Amerikaning prezidenti bo'lish ishi muqimlashib qolgandek turdi. Bu kishi Demokratlar partiyasining nomzodi bo'lib 80 milliondan ortiq kishining ovoz tashlashi bilan 300 dan ortiq saylam komitetining, ya'ni Electoral College'ninki beltig'iga erishish bilan 74 milliondan ortiq ovozga erishgan, 232 saylam komitetining 232 ovozga erishgan Donald J. Trump, ya'ni hozirgi prezidentning o'rnini elib, 1-oyning 21-kuni, ya'ni yangi yilning yanvarning 21-kuni Amerikaning 46-navbatlik prezidenti bo'lib taxtga chiqmoqchi. Bu ish muqimlashib qolgandek turdi. Shu bir necha kun ichida bu kishiningki ishki kabinetini, ya'ni kabinetini Biden hokimiyatini tashkil qilgan odamlarning ismlari chiqib yotdi. Kishilarning diqqat qildigani hozirgi Amerikaning davlat ishlari kotibi Mike Pompeoning o'rnini kim olishi mumkin yangi bu hukumatda deydigan bir qarash bor. Ya'ni qiziqish bo'ladi bizning kishilarimizda. Anthony Blinken ismli bu kishi shu o'ringa tayinlanibdi. Biden mush kishini tayinlabdi, ya'ni vazifaga o'tirdi demoqchi, yangi hokimiyat boshlangan vaqtda. Bu kishi to'g'risida bir qisqacha so'zlab o'tish meningcha ba'zi kishilarimizning qiziqishini bosadi deb o'ylayman. Anthony Blinken 58 yosh, Harvard o'qiyotgan mezgilda Harvard Crimson gazetininki muharrirlik vazifasini ustiga olgan, ya'ni shu gazeta ishlagan. Keyingi hayotida Clinton hukumatida, Obama hukumatida vazifalarni ustiga olgan va Obama hukumatida davlat ishlari ma'mur kotiblik vazifasini ustiga olgan. Ya'ni tashqi ishlarda muayyan tajribaga ega bu kishi. Bu kishi yoshligida Yevropada o'qigan, naqshma ayta oladigan, gitar chala oladigan bunday qobiliyati bor ekan. Ya'ni bu kishi xalqaro ishni tashabbus qiladigan shunday iddiaga bir kishi ekan. Turkiya hukumatini Atlantik okean ahdi tashkilotining muhim a'zosi deb qaraydi ekan, ya'ni hozirgi Turkiya hukumatini qo'llaydi ekan tashqi siyosat jihatda. Andan keyin bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatda xalqaro kuchlar bilan birlashib turib, Xitoy bilan muomala qilish kerak deb qaraydi ekan, ya'ni hamkorlik o'rnatib boshqa demokratik kuchlar bilan Xitoy bilan bo'lgan munosabatda ashunday ifoda bildirish yoki taqobil turish kerak deb qaraydi ekan. Uyg'urlar masalasida bu kishi to'xtalgan ekan. Ya'ni Donald Trumpningki yeşil chirog'i yoqib berish bilan Xitoy hukumati Uyg'urlarga va Hong Kong masalasida qattiq pozitsiya tutdi deb. Demak, bu kishi Donald Trumpningki shu Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Uyg'urlarga Hong Kong xalqiga tutgan qattiq qo'l pozitsiyasiga nisbatan Donald Trumpni tanqid qilgan, ya'ni uni yeşil chirog' yoqib berdi, shularga zulm selishiga deb qaragan bo'lsa, mayli u ma'lum siyosiy nuqtadan da'vatamdi yoki ishchidan chiqib da'vatamdi, buni biz ko'ramiz. Demak, bu kishi agar tashqi ishlar, davlat ishlari kotibi vazifasini ustiga olgandan keyin, kotiblik vazifasini ustiga olgandan keyin, qani biz bularningki qizil chirog' yoqadiganligini, yeşil chirog' yoqmaydiganligiga ishonsak bo'ldi, qizil chirog' yoqmaydiganligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni gaplarning reallikda qanchalik o'zining ifodasini tepishini amaliyot vaqt isbotlaydi. Bu kishi to'g'risida mushunchalik bilsak bo'ldi. Bu kishi ayni vaqtda Clinton hukumatida vazifa o'tagan vaqtda Kosovoga ishiga aralashishni tashabbus qilgan ekan. Chunki bu kishiningki o'gay dadasi ayni vaqtda shu nimadan saqlagan kishi ekan. Hitler Germaniyasiningki qabohatlik jazo lageridan saqlagan kishi ekan. Demak, bu kishiningki hujayrasida zulmga, azguchilarga qarshi bir hujayra bor, bir elementlar bor deb qarasak bo'ladi deb qarayman. Chunki o't kuyib boqqan odam o'tningki dardini biladi demakchi. Andan keyin Biden hukumati Jake Sullivan ismli 44 yoshli bir yoshni, bu kishi Yale universitetida o'qibdi ekan. Bu yoshni davlat bexatarlik komitetiningki boshliqligiga tayinlabdi, ya'ni davlat bexatarlik maslahatchiligiga tayinlabdi. Ya'ni hozirgi Donald J. Trumpningki Michael O'Brien degan kishiningki vazifasini yangi hukumatda Jake Sullivan ismli 44 yoshli bu bola, bu yigit
44 yosh deymiz-ku, bu ustiga oladi ekan. Buni shunchalik bilib qolsang bo'ldi. Bayden hukumatı yangi o'zining hukumatida ko'p xillikqa, ya'ni hamma irqdan bo'lgan, hamma e'tiqoddan bo'lgan kishilarni har xil kabinetda har xil vazifalarga qo'yishni o'ylashayotgan o'xshaydi. Ya'ni Amerika hukumatining Birlashgan Millatlar Tashkilotiga vakilligiga bir qartanlik ayolni, davlat mudofaa ministrligiga bir ayolni yoki bir qartanlik generalni, anan keyin mal G'azini ministrligiga ilgari Amerikaning Markaziy bankininki boshlig'i bo'lgan Janet Yellen ismli ayolni bularni tayinlash oldida turadigan o'xshaydi. Tayinlaydigan o'xshaydi. Buni ko'ramiz, chunki Amerikaning hukumatida shu to'g'ri. Mana davlat bexatarlik, davlat amonlik ministrligiga Alejandro Mario Cas deydigan bir kubaliklarning pushtin bo'lgan amerikalik kishini tayinlagan o'xshaydi. Demak, ham ispanlar, ham qartanliklar, balki bir necha osiyoliklarning pushtin bo'lgan ayollardan tarkib topgan, ya'ni ko'p xil irq, ko'p xil madaniyatga kishilarni o'zining kapindiga qo'ydigan o'xshaydi. Bu yangidan, ya'ni 1 kundan boshlab hokimiyat yurgizish oldida turgan Bayden hukumatiningki mas'ul xodimlar to'g'risida qisqacha bayon. Endi vaksina to'g'risida, Amerikaningki iqtisodiyot to'g'risida ortiq gap qilmaylik, chunki yangidan huquq tinchlik bilan Jumhuriyatchilar partiyasiningki nomzodi yoki Donald J. Trumpdan Baydenga Demokratlar partiyasiga o'tgan vaqtda huquq tinchlik bilan o'tkazib berilsa, bu iqtisodningki kishilarning ko'nglini amin topishga, dunyoning ko'nglini amin topishga, iqtisodningki ham vaksinaning barliq kelishiga ergishib, keng ko'lamli ishlatilishiga ergishib, iqtisodningki yaxshi bo'lishiga bir asos soladi. Dunyo tinch bo'lsin. Hamda ikkinchi gap, Vatikandagi pop tunji qitim Uyg'urlar to'g'risida, uning 12-oyda chiqadigan, 2-oyda chiqadigan bir kitob ekan, shu kitobda Uyg'urlar to'g'risida bir gapni qildi. Ya'ni yazadilar, Rohingyalar ham bizning Uyg'urlarni the poor Uyghurs deb atdi, ya'ni mazlum Uyg'urlar yoki bechora Uyg'urlar deb istashlikni ifodalabdi. Bu kishi ilgari so'z qiyg'il unamay turib olgandi. Bular zulm uchrayotgan xalq debdi. Endi u bir Vatikan o'zaldiga bir davlat, lekin nurg'unlagan katolik diniga e'tiqodlangan nurg'un xalqlarningki qalbi shu yerga talpinadi. Buningki albatta bu kishiningki bu degan gaplari Xitoy hukumatining titan tomog'iga tegadi, aniq. Endi mana oxirida yana bir gap biz Uyg'urlar to'g'risida Tönögün New York vaqt gazetiningki obzorchi sahifasida Joshua Freeman ismli bir yigitninki Xitoy mening o'qituvchimni, professorimni tutuvag'ini bilan g'ayib qilayotgani bilan, ammo uning she'rini to'sanmaydi ismli nomli bir obzorchi o'zining ko'z qarashini ifodalaydigan bir maqola e'lon qilindi. Men o'qib baqdim. Nihoyat yaxshi yozilibdi. Bu qirindishimizga rahmat. Ya'ni Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'ur xalqiga bo'lgan cho'nqur muhabbat va intayin sog'lom bo'lgan insoniy ruh bilan yozilibdi bu yozmasi. Uyg'ur shoirlarininki she'rlari ham Abduqodir Jaloliddin shoirimiz Abduqodir Jaloliddin apanninki Xitoyning turmusida turib yozgan, tutqunda turib yozgan bir parcha she'rni buni tarjima qilib nihoyat yaxshi yozibdi. Yana debdiki, Uyg'urlar she'r madaniyat orqali, she'r orqali zulmga, zolimlarga qarshi turadigan bir madaniyat yo'qlish oldida qarab turibdi. Abduqodir Jaloliddin ismli bu meningki professorimning yozgan she'ri dunyoga mushundaq bir madaniyatga, ya'ni zulmga she'r orqali, qalam orqali qarshi turib kelayotgan bir madaniyatning yo'qolib ketishiga qarshi bo'lmaydi deganni bildirdi deb nihoyat yaxshi yozibdi. Men shuni balkim buni ba'zi kishilar uni o'qidi, ba'zi kishilar uni o'qimadi. Mening qo'limga bir yaqinim buni avatib ekan. Abduqodir Jaloliddin akaga va shunaqla millionlagan xalqimizga erkinlik tilash bilan birlikda bu akamizningki hissiyotini, shu vaqtdagi hissiyotini, orzusini ifodalaydigan o'zining Yonarim yo'q degan she'rini mush kanalimda bir o'qib o'tay. Yonarim yo'q, Abduqodir Jaloliddin. Bir bulungda yeganimen, nigarim yo'q. Keçilere qara bastı, tumarım yo'q. Bu hayatın özge yana xumarım yo'q. Jimjitlikda xiyal azdi, amalım yo'q. Men kim edim, nima bo'ldim bilolmadim. Kimga deyman, dil so'zimni deyolmadim. Ya palakning xuy paylini sezolmadim. Yar qeshinga
baray deyman, qararım yo'q, qarayım yo'q. Fasllarni bilib turdim burjaklardan, hech bir xabari ololmadim chechaklardan. Bu sig'inish o'tib ketdi sunyaklardan. Qandoq yer bu? Bararim bar, yanarim yo'q. Janob Alloh xalqimizga, kishilarimizga, esil kishilarimizga osonlik, o'rlik ato qilg'ay. Shuning bilan bugungi so'zlar tugadi. Rahmat.